Assalomu alaykum, Chevrolet Reviews kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan 2026 Chevrolet Bel Air haqida gaplashamiz. Ushbu avtomobil klassik Chevrolet ruhini zamonaviy texnologiyalar va nafis dizayn bilan birlashtiradigan juda qiziqarli model sifatida tasavvur qilinadi. Bel Air nomi Chevrolet tarixida o'ziga xos o'rin egallaydi. 2026 yilgi talqinda esa retro ko'rinish zamonaviy uslub bilan uyg'unlashishi kutiladi. Old qismdagi katta panjara, zamonaviy LED farlar, keng kuzov va chiroyli xrom elementlar avtomobilga kuchli va hashamatli ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda silliq chiziqlar, katta gildiraklar va muvozanatli proporsiyalar uning o'ziga xos xarakterini yanada kuchaytiradi. Salon ichida qulaylik va texnologiyaga katta e'tibor berilishi mumkin. Raqamli asboblar paneli, katta multimedia ekrani, smartfon ulanishi, ovozli boshqaruv va zamonaviy xavfsizlik tizimlari haydovchi hamda yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Keng o'rindiqlar, sifatli materiallar va yaxshi yoritish uzoq safarlarda ham yoqimli tajriba taqdim etishi mumkin. Quvvat tizimi bo'yicha aniq yakuniy ma'lumotlar bozor va komplektatsiyaga qarab farq qilishi mumkin, ammo xaridorlar samaradorlik, tezlanish va kundalik foydalanish qulayligini kutishadi. Avtomobilning boshqaruvi ham zamonaviy haydash talablariga mos bo'lishi muhim. 2026 Chevrolet Bel Air eng avvalo dizayni, tarixiy nomi va zamonaviy imkoniyatlari bilan e'tiborni tortadi. Agar sizga klassik Chevrolet uslubi va yangi avlod texnologiyalari birgalikda yoqsa, bu model qiziqarli tanlov bo'lishi mumkin. Shuningdek, tashqi ko'rinishda aerodinamik yechimlar va kundalik foydalanishga mos amaliy detallar muhim ahamiyat kasb etadi. Bagaj hajmi, orqa o'rindiqlar qulayligi va yuklash imkoniyati oilaviy foydalanishda katta ustunlik berishi mumkin. Haydovchiga yordam beruvchi kameralar, park sensorlari, adaptiv kruz nazorati va to'qnashuvning oldini olish texnologiyalari xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bel Air nomining qaytishi Chevrolet muxlislari uchun ham nostalgiya, ham yangilik hissini berishi mumkin. Shu sababli ushbu avtomobil